Aziz do'stlar, energetikani gapirsa, choy bormi energetik ichimlikning o'rniga odamni tetiklashtiradigan, uyquni qochiradigan, bodri qiladigan bir energiya beradigan choy bormi deb ko'p so'rashdi. Bu choyni reklamaga chiqarmovdim, lekin ancha klient o'rgandi. Hozir men shuni damlab ko'pchilikka ko'rsatib bermoqchiman. Operatorga qarab keling. Bu dark puer choyini, ya'ni yillab porsionli saqlanadigan choyi smolasi. Uni qaynatib bug'lantirib, suyini bug'lantirib, tagidagi shirasini qotirib qo'yiladi. Nima desa bo'ladi, konsentrat qilib. O'z masalaga bittasini ochib ko'rsataman. Reaksiyasini ko'rishingiz mumkin. Mana operatorga qarab ko'rsatishingiz mumkin. Qaynagan suvga damlab 7-10 daqiqagacha eritib, mutlaqo hammasini eritib ichiladi. Judayam bir yoqimli hid. Bu choyni qadimdan Xitoy xalqi oxirgi 400-500 yil oldin paydo bo'lgan. Bu tartibda etishli, qaynatib, o'sha qoldirib, aqliy faoliyat bilan ko'p ishlaydigan davlat xodimlariga imperatorlar ichgan. Hozirgi kunda Xitoy xalqi bu choyni butun dunyo bo'yicha yetishtirdi, ancha qo'l mehnatini oladi. Men bu choyni sizlarga reklama qilishimdan maqsad tabiiy choy, hech qanaqa bir ximikatlarsiz, o'zini hamma hidi ham, mazasi ham o'ziga tegishli. O'shaning uchun bir uyquni qochirish uchun bir roldagi okalar bo'ladi, shakar okalar bir kunni yarmida ichish kerak. Kechqurunga borib ichish tavsiya qilinmaydi. Davleniyasi balandlarga mutlaqo tavsiya qilinmaydi. Yurak urishini tezlatib, davleniyani ko'tarib yuborish mumkin. Bu issiqlik choy juda ham. Bismillah. Ayniqsa to'q qoringa iste'mol qilgan yaxshi. Bizdan uzoqlashmay, mehmon bo'lish, obuna bo'lishni unutmang.